Keyingi misolimiz 51-misol bo'ladi. 51-misolda ishlash uchun mana shu 4 xonali sonlarni yozib olamiz. 1000 a plus 100 b plus bu yerda b ning qiymati c ga tengligidan foydalansak 10 b plus d minus 1000 d ayrilgan 100 b ayrilgan 10 b ayrilgan a teng x 9 y 2 ko'rinishidagi 4 xonali son. Mana shundan 100b bilan 100b 10b bilan 10b qisqarib ketsa 1000a dan a ni ayirsak 999a d dan 1000d ni ayirsak 999d hosil bo'ladi. Va bundan ikkalasidan 999 ni chiqarib olsak a minus d ko'rinishidagi ifoda hosil bo'ladi va bu x 9 y 2 ko'rinishidagi 4 xonali son. Mana endi a minus d ning qiymati shunday son tanlashimiz kerak. Bu yerda endi raqamlar bo'lgandan keyin ayirma ham raqam bo'ladi. Ya'ni shuni 9 ga ko'paytirganimizda oxiri 2 bilan tugashi kerak. 9 ni nechaga ko'paytirsak oxiri 2 bilan tugaydi. Bu albatta 8. Chunki 8 kare 9 72 degani. Shuning uchun a minus d ning qiymati yagona faqat 8 degan qiymat qabul qila oladi. Va bu qachon bo'ladi? A ning qiymati 9, D ning qiymati 1 bo'lganda. Savol tug'ilishi mumkin. A ning qiymati 8, D ning qiymati 0 bo'lganda ham bo'lishi mumkin degan, lekin A ning qiymati 0 bo'la olmaydi. Oxirida yozib qo'yamiz, shu qiymatni qabul qiladi. Mana endi D ning qiymati 0 bo'la olmasdi. Mana bu yerda D ning qiymati 0 bo'la olmasdi. Mana bu yerda 0 qiymat qabul qilmagan. Shuning uchun 9 va 1 ni tanladik. A va D ning qiymati topildi mana bu yerda so'ralgan ifodada. Endi shu ifoda bo'yicha mana bu yerda B bilan C ning qiymati ham teng bo'lsa, 2B ning qiymati A plus 3 ga teng bo'lishi kerak. A ning qiymati 9 ekanligini hisob qilsak, bu 12 ga teng bo'ladi. Bundan B ning qiymatini topsak, B ning qiymati 6 ligiga, buning qiymati C ga ham tengligini isbotlashimiz aniqlab olsak bo'ladi. B ham C ham 6 ga teng. Ya'ni B ning qiymatini topdik. Endi x y ning qiymati qoldi. X y ning qiymatini topish uchun biz 999 ko'paytirilgan a minus d ning qiymati 8 ga teng edi. Buni ko'paytirsak 7992 soni hosil bo'ladi. Mana shuni aynan x 9 y 2 ko'rinishda 4 xonali son ekanligini bilsak, x ning qiymati 7 ga, y ning qiymati 9 ga tengligini aniqlasak bo'ladi. Endi topilgan barcha qiymatlarni joy-joyiga qo'yib hisoblaymiz. Demak, x ning qiymati 7 ga teng, y ning qiymati 9 ga, a ning qiymati 9 ga, b ning qiymati 6 ga, d ning qiymati 1 ga teng. Guruhlasak mana bu 9 bilan bu 9 10 bo'ladi. Hop, 7 bilan 6 13, 13 ga 9 ni qo'shsak 22 va umumiy hisobda 32 degan javob hosil bo'lyapti. 32 degan javob D javobda turibdi. 51-misolimiz javobi D javob bo'lar ekan.